Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. O'sha mashhur Qo'shma Shtatlar prezidenti qo'shtirnoq ichida tinchlikparvar inson Donald Trump New York Times gazetasiga bergan intervyusida agar Eron pragmatik sherik bo'lishga tayyorligini ko'rsatsa, men sanksiyalarni bekor qilishga tayyorman deb intervyu bergan do'stlar. Shaxsiy fikrim do'stlar, Donald Trumpning ishlari Eronda u o'ylagan kabi silliq ketmadi chog'i Qo'shma Shtatlar prezidenti Eronga kelishuvlarni taklif qila boshladi. Avvalroq ham Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Italiya orqali Eronga murojaat yo'llab, Eron bilan muzokaralar o'tkazishga tayyor ekanligini bildirgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Do'stlar, Qo'shma Shtatlarning Eron atrofidagi barcha bazalarini deyarli Eron yaroqsiz ahvolga keltirib bo'ldi do'stlar. Eron to'xtovsiz zarbalarni Qo'shma Shtatlar bazalariga yo'llamoqda. Eron rasmiylari Qo'shma Shtatlarning zarbalari oqibatida 500 dan oshiq Qo'shma Shtatlar askari halok bo'lgani haqida ham ma'lumotlar tarqaldi. Eron zarbalari hattoki Turkiyada joylashgan Amerika bazalariga ham yetib bordi va Turkiyada joylashgan Amerika bazalarini ham o'qqa tutmoqda. Eron asosiy zarbalarini Tel Avivga yo'llamoqda. Undan so'ng esa Qo'shma Shtatlarning Yaqin Sharqdagi barcha bazalariga to'xtovsiz zarbalar bermoqda. Tel Avivda vaziyat juda og'ir ekanligi haqida ayrim ommaviy axborot vositalari to'xtovsiz xabar bermoqda do'stlar. Germaniya ham bu vaziyatda bir chetda turmoqchi emas do'stlar. Germaniya Qo'shma Shtatlar tomonidan Eronga qarshi urushga kirish ssenarisini juda jiddiy tarzda o'rganib chiqmoqda. Bu haqida xabar bergan nashr esa Gilzart nashri hisoblanadi do'stlar. Germaniya urushga qanday shaklda kirishi hozircha noma'lum. Bu haqida Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlikda ishlar olib borilmoqda deydi Germaniya ommaviy axborot vositalari. Germaniya hozirda urushga qanday shaklda kirishi albatta noma'lum. Germaniya to'g'ridan to'g'ri bombardimonlarda ishtirok etishi yoki-da front ortida turib Qo'shma Shtatlarni hamda Isroilni harbiy texnikalar bilan ta'minlashi mumkin do'stlar. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang.